Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Navbatdagi dastlabki jarayonlarni boshladik mana. Bugungi dastlabkamizda 30 kilovat kacholimiz bilan bir dona kacholamiz bor. Bu 30 kilovat kacholimizni ozroq tushuncha beramiz. 30 kilovat kacholimiz yangi qora listlardan ishlandi bu. Orqasida 4 dona teblanminlik bor. Kacholamizning ustuna polikarbonat lepsallar qo'yilgan. Kachelamiz kommunizm kolxozga boradi. Mudira tumani 30 kilovat kacholimiz Bobur o'qiga boradi. Bobur. O'sqilot kacholimizning zapravka joylari 40 kg ko'mir siyadi. Bir kunlik rasxoti 35 kilodan 55 kilogacha. Kimga shunaqa kachela, temir eshik, kachollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri eski paxta zavodi ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lmasa birdan like bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.